eng birinchi ayniyat, trigonometrik eng birinchi ayniyat bu sinus kvadrati x plus kosinus kvadrati x doim birga teng ekan. Tushunarli? Agar bu yoqdan sinus kvadrati x topmoqchi bo'lsam, sinus kvadrati x plus kosinus kvadrati x o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Ya'ni 1 minus kosinus kvadrat nima bo'lar ekan? X. Kvadratsiz qilib yozmoqchi bo'lsam, kvadratda nima chiqardi? Bir marta plus, bir marta minus. Bu yerda ham xuddi o'sha qoidalar ishlaydi. Teng bo'lar ekan plus minus ildiz osti nimaga? 1 minus kosinus kvadrat x ga. Tushundinglar? Savollar bormi? Mana bunaqa narsa borda. X kvadrat teng qanaqadir 4 turgan bo'lsa, to'g'rimi? X tengliklar bir marta ildiz ostida 4 ga, x tengliklar bir marta minus ildiz osti nimaga? 4 ga. Chunki ildiz osti 4 kvadrati ham 4 chiqadi. Minus ildiz osti 4 kvadrati ham plus ne chiqadi? 4. Tushundinglar? 2 bilan minus 2. Keyingisi. Bu bitta bu birga yuradi doim. Ayniyat degani ikkita tomoni tengligi ayniyat keladi. Tojisvoda deyiladi. Kosinus kvadrat x topsamchi, kosinus kvadrat x barobar 1 minus nima bo'ladi? Kvadratsiz qilib yozmoqchi bo'lsam, plus minus ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat nima bo'lar ekan? Ildiz yopib qo'yaman. Tushundinglar? Demak, sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng birligi mana shu narsalar hammasi kirar ekan shuning ichiga. Qayerdan kelib chiqqanini tushundinglar? Ikkinchisi. Xo'p. Qaranglar, bu narsani yozaman. Sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng bo'lib tursin qanaqadir birga, to'g'rimi? Har bittasini kosinus kvadrat x ga bo'larsam nima bo'ladi? Tezlashing. Bo'ldimi? Eshityapsizlarmi? Qaranglar. Har bittasini kosinus kvadrat x ga bo'larsam, qani nima chiqar ekan? Buni ham kosinus kvadrat x ga bo'laman. Buni ham kosinus kvadrat x ga. Bularni bo'lgandan keyin birni ham bo'lish kerakmi? Chunki javob o'zgarib ketishi kerak emas. Xo'p, eslaymiz. Sinus taqsim kosinus nimani beradi? Tanginsmi? Kvadrati bo'lgani uchun tanginus kvadrat x. Bular qisqaradimi? Nima qoladi? 1 teng bo'lar ekan 1 taqsim nimaga? Savollar bormi? Ha, xuddi shunaqa. Bir xiliga. Chunki formuladan formula keltirib chiqaryapmiz-da. Ertaga sizlarga hozir misollarda kosinusni beradi, ya'ni tanginsni beradi-da, kosinusni toping dedi. O'sha payt bizga mana bu narsalar kerak bo'ladi. Tushundinglar? Yo'q, endi o'shani qilamiz. Hozir kutib turinglar. Hammasini ko'rsatib beraman, shoshmanglar faqat. Xo'p. Kosinus kvadrat x topsam, qani nima bo'ladi? Bu narsani ko'chiradigan ham. Qaranglar. Bizga kosinus kvadrat x ham kerak bo'lib qoladi. Hozir ko'rsatib ketaman shuni. Misol uchun mana bunaqa narsa turibdi-da. Bu qanaqadir a kvadrat bo'lib tursin, bo'ladimi? Plus mana 1 joyda turibdi, teng bo'lib turibdi, 1 ham joyda turibdi. Taqsim nimaga? Qanaqadir b ning kvadrat, to'g'rimi? Biz mana bu b kvadratni bunga umumiy maxraj qilib berarmidik? Ya'ni buni hammasiga nima keladi? B ning kvadrat yozaman. B kvadrat qovus ichida a kvadrat plus 1 teng bo'lar ekan nimaga? Birgami? Agar shu yerdan b kvadratni topmoqchi bo'lsam, b kvadrat barobar 1 bo'lingan nima bo'lardi? A kvadrat plus nima? 1. Chunki buni o'rtasida nima bor? Ko'paytirishmi? O'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Bo'lish. Kim tushunmadi? Qaytaga. Mana общий знаменатель berdik-a. Bu yerda maqsad nima? Bu yerda maqsad nima? B ni kvadratini topishni ko'rsatmoqchiman. Chunki bizga hozir mana bu yerda kosinus kvadrat x ni topishimiz kerak. Mana bilan tengda necha bo'ladi, Maryam? 1 mi? Mana 1 b kvadrat. Hammasi uchun maxraj nima bo'ladi? B kvadratmi? B kvadratni 1 ga bo'lsam b kvadrat. 1 ga bo'lsam bunga ham b kvadrat keladi, to'g'rimi? Ha, baraka topib ko'r, mana. Hozir ko'paytirib qovusdan tashqariga chiqaraman. Ish ko'payib ketadi. Shuni yozib ko'rsatmasam. Tushunmaysizlar hozir. Xolos tushundinglarmi?
b kvadratga bo'lsa nechtadan keladi? Bittadan. Ko'paytirsam b kvadrat a kvadrat plus b kvadrat teng 1 gami? Ikkalasida nimani olib chiqib ketsak bo'ladi? Kvadrat olib chiqsam a kvadrat plus nima qoladi? Teng 1 gami? Xo'p, b ni kvadratini topsam 1 bo'lingan nimaga? To'g'rimi? Ha, demak hozir men mana shu misoldan kosinus kvadrat x topmoqchi bo'lsam, kosinus kvadrat x teng bo'lar ekan 1 bo'lingan mana bu narsagami? Ya'ni tangens kvadrat x plus necha? Kim tushunmadi so'raylar. Behruz, Mirjalol. Men ham xuddi shunaqa qiladi edi. To'g'rimi? Sizlar javobini yozib ketasiz. Xuddi shunaqa. Просто men hozir sizlarga buni ko'paytirib, aylantirib yurmayman-da. Ko'pta narsalarda bular yozib berish kerak. To'lib ketadi hozir. Kichkinagina harflarda ko'rsatib berdim. Yorim Muhammad tushundingizmi? Sardor, qizlar sizlarchi? Soylabon. Xullas tushundinglar? Mana o'chirib tashlayveraymi? Kerak emas. Просто sizlarga qatdan kelganini ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, bunda ham shu qoida bor. Kvadratsiz qilib yozmoqchi bo'lsam, yana yozaman. Kosinus x teng bo'ladi nimaga? Plus minus ildiz ostida 1 taqsim kvadrat x plus necha? Tushunarli? Xuddi shu formulani katangensga bog'liqligi bor. Endi uni keltirib chiqarib o'tirmaymiz. Mana hozir kosinusga bo'ldikmi? Katangensni topish uchun hammasi nimaga bo'lib o'tish kerak? Sinusga bo'lib o'ramiz, bo'ldi. Xo'p, uni alohida nima qilib qo'yaylik? Mana bu bizga kerak bo'ladi. Bu ham kerak. Bu ham alohida ajratib qo'ydim. Agar hammasini sinusga bo'lib o'rsam, mana bu formula chiqadi. Endi bunaqa yozib o'tirmayman. Katangens kvadrat x plus 1 teng bo'lib qoladi 1 taqsim sinus kvadrat x ga. Tushundinglar? Bu yerdan sinus kvadrat x topmoqchi bo'lsam, yana mana bunga o'xshab qoladi. 1 taqsim katangens plus 1 to'g'rimi? Kvadratsiz qilib yozmoqchi bo'lsam, plus minus ildiz osti nima bo'ladi? 1 taqsim soylabon. Tushundingizmi? Mana. Xuddi shuni teskarisi kelib chiqadi. Kimda savol bor, so'ranglar. Bu meni tushundingizmi? Yo'q, bular soddalashtirishga kerak, protsess qilishga. Hozir tushunasiz. Hozircha bu qayerdan kelib chiqayotganini nima qilib turinglar. Hozir ishlatamiz hammasini. Xo'p, yana bittasi bor. Qarang. Tangens x ko'paygan katangens x nega teng bo'lar, Sarnus? Birgami? Qayerdan kelib chiqyapti bu? Tangens x degani sinus x taqsim to'g'rimi? Bu katangens degani kosinus taqsim sinusi. Bular qisqaradimi? Bular ham qisqaradimi? Javob nima chiqadi? To'g'ri kelyaptimi? Endi qaranglar. Xullas qayerdan bir kelib chiqqan ko'rdinglarmi? O'chiraman. Shu yerdan tangens topmoqchi bo'lsam, tangens x teng bo'ladi 1 bo'lingan nimaga? Katangens. Tushunyapsizlar? Agar katangens topmoqchi bo'lsam 1 bo'lingan tangens x. Savollar bormi? Buni hammasi alohida formula. Hammasi kerak bo'ladi. Qancha alohida o'rg'ochak olib ketaman. Misollarni ko'ramiz. Savollar bo'lsa hozir so'ranglar. Qarang. 1679 dan boshlaymiz. Bularni o'chirmayman, turaveradi bular. Dars oxirigacha deyarli ishlatamiz hammasini. Xullas bizga beryapti ekan, sinus alfamiz teng ekan 0.8 ga. Va chorak beryapti. Pi taqsim 2 kichik alfa kichik pi. Bo'lsa, kosinus alfani qiymatini toping deb savol beryapti. Kosinus alfa nimaga teng deb. Xo'p. Qaranglar. Kosinusni sinusga bog'liq formasi bor edi. Ya'ni mana bu narsa. Kosinus x tengini nimaga? Plus minus izosi 1 minus sinus kvadrat x ga, to'g'rimi? Olib kelib shu narsani kosinus o'rniga ko'chirib olsam bo'ladimi mana bu yerga? Bo'ladimi? Mana tushundinglarmi? Mana kosinus alfani
Sinus alfaga bog'liq formulasi mana bu narsami? To'g'rimi? Mana sinusni beryapti-da, kosinusni topib beryapti. Shunda sinusni olib mana bu yerga qo'yib qo'ysam bo'ldimi? Undan oldin faqat mana buni olib kelib ko'chirib olaman. Ya'ni plus minus ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat nima bo'ladi? Endi alfa bo'lgani uchun alfa deb yozasizlar. X bo'lsa x deb yozasizlar. Tushunarli? Xo'p. Sabr qilib turing. Qaysi birini olamiz? Plusmi, minusmi o'shanisi kerak bizga. Mana bu qaysi chorak bo'lardi? 90. Mana bu 90 gradus. Bu 180. 90 bilan 180 ni orasida kosinus ishorasi nima bo'lardi? Mana kosinus bor. Xo'p. Mana bu kosinus. Kosinus degani x o'qi. Bu yoqda plus, bu yoqda plus, bu yoqda minus, bu yoqda. Xo'p. 90 dan 180 gacha degani 90 dan 180 gacha mana bumi? Ishorasi nima turibdi? Demak, men qaysi birini olaman? Plus o'chirib tashlasam bo'ladimi? Tushundinglarmi? Barobar sinus alfa nimaga teng? Minus turaveradi. Ildiz ostida 1 minus 0.8 ning qovushtirmasi. Hisoblab qo'ysak bo'ldi shuni. 0.64. Ayirsa 0.36 bo'ladi. Undan nima chiqardi? 16. 36 bo'lganda 6 chiqardi. Tushunarli? Savollar bormi? Bo'ldi shu narsa. Keyingisiga o'taman. Kosinusni yozamiz kerak bo'lsa. Hop, sinusni beryapti bizga. Sinus alfamiz teng ekan minus 2 taqsim 5 ga. Va chorak beryapti bu yerda ham. Pi kichik ekan, alfa kichik 3 pi taqsim 2. Qaysi chorak? Qaysi chorak? Kosinus alfani toping deyapti bundan. Hozirgi bilan bir xil ekan-da. Xo'p, sinus alfamiz minus 2 taqsim 5 ga teng. Xo'p, bu 180 bo'lardi. Bu 200 180 dan 270 gacha. Kosinusda, to'xtanglar, kosinus sinusga bog'liq formulasini hozir yozdim. Plus minus ildiz ostida nima bo'lardi? To'g'rimi? Xo'p, plusligini olamizmi, minusligimi? Minusligidan plus o'chirib tashlasham bo'ladimi? Barobar. Buni o'rniga nechini qo'yamiz? Minus 2 taqsim. Oldin minus bor, ildiz ostida 1 minus 2 taqsim 5 ning qovushtirmasi. Ketdi hisoblaymiz. Oddiy hisob kitob bu yo'q. Minus, ya'ni juft darajaga oshirganimizda minus nimaga aylanib ketardi? 2 ning kvadrati. To'g'ri, 5 kvadrati. Bunga necha keladi? 25 dan 4 ayirsa? 21 bo'ladi. 21 taqsim necha? 20. Xo'p, oxirigacha ishlaydigan bo'lsak, ildiz osti 21 dan ildiz chiqmaydi. Tepasida qolaversin u. Lekin 25 dan nima chiqadi? Tushundinglarmi? Qaysi javob ekan? Kim tushunmadi, so'raylar. Behruz, tushundingizmi? Muhammad, tushunyapsizmi? Sardor, Majalo, Dilnoza. Bilaysizda, ya? Qizlar-sizlarchi? Buni aniq tushunyapsizmi? 4684. Xonamiz isib qoldi. Minus 3 taqsim 5. Chorak beryapti. Pi taqsim 2 kichik alfa kichik pi. Qaysi chorak? 90 dan 180 gacha, to'g'rimi? Turib turaversin. Keyin ishlatamiz. Bizga aytayapti, kotangens alfani hisoblab bering deyapti, to'g'rimi? Birinchi qiladigan ishim nima edi? Kotangens alfani kosinusga bog'liq formulasini qidiraman. To'g'rimi? Behruz. Kotangens alfani kosinus alfaga bog'liq formulasini qidiraman. Bormi? Ko'ringlarchi. Kotangens alfani kosinusga. Yo'q-a? Bunday qilamiz. O'zi kotangens alfa nima degani edi? Kosinus alfa taqsim. To'g'rimi? Xo'p. Kosinusni, mana kosinusni olib kelib qo'yib qo'ysam bo'ldi. Sinusni to'g'rilab olishim kerak. Kosinusga tegmay turaman. Sinusni kosinusga bog'liq formulasini hozir yozdikmi? Yana o'shani yozaman.
Plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat nima bo'ladi? Tushundinglar? Tushundinglar? Savollar bormi? Nima tushunyapsizmi? Xo'p, plusligini olamiz, minusligini. 90 dan 180 gacha. Sinus ishorasi nima bo'lardi? Plus. Demak, men minus o'chirib tashlashim bo'ladimi? Plus turaversin, mayli. Ketib hisoblaymiz. Kosinus alfani o'rniga necha keladi? Minus 3 taqsim 5 taqsim plus yozmayman bo'ldi. Ildiz ostida 1 minus 3 taqsim 5 ning nimasi? Baribir darajasi juft-ku, minus nimaga aylanib ketadi? 3 taqsim 5 deb yozib qo'yaveraymi? Hisoblaymiz. Tepasi minus 3 taqsim 5. Hop. 3 kvadrat 9 taqsim 25. Bunga 25 keladimi? 25 dan 9 ayirsak taqsim 16 taqsim 25. Tepasi qolaveradi. Pastdan 4 taqsim 5. Xullas qisqarib ketsa, hammanglar bo'lishni bilasizlar, shunaqa hisoblab ketaman, maylimi? 3 taqsim 4 qoladi. Mana bular qisqarib ketadi, xullas. Ertaga ko'rganda bunaqa qisqartirsa bo'lmasdi-yu deb o'rgatmadilar demanglar-da. Tepani tepaga, eng tepani eng pastga, o'rtadagilarni o'rtadagiga ko'paytirib ishlardik. Tushundinglar? Shunaqa javob bormi? B javobda turibdi. B javobda mana bunaqa javob turibdi. Minus 6 taqsim 8 deb yozib qo'yibdi. 2 ga qisqartirsam bo'ladimi? Minus 3 taqsim necha bo'ladi? To'g'ri. Tushundinglar? Javobni 2 ga ko'paytirib qo'ygan.